Assalomu alaykum hammaga. Ertalabdan shunaqa yangilik eshitdim. Juda ham xursand bo'ldim. Endi ozgina oydinlik kiritmoqchiman. Bu qiz birinchi farzandi 3,5 yoshdan oshgan. Keyingi farzandini ko'rishga qiynalishgan, ancha ginekologlarda davolanishdi. Aptechnik dorilar bilan. Lekin ginekolog qarasa, unda tanzlit bor. Bilasizlar, angina mana bu shitavitka boqoqqa zarari bor, chunki bular bitta liniya. Uni esa homilador bo'lishga ta'siri bor. Biz nima qildik? Men kumushladim tomog'ini, parallel detoks sistema bilan ishladim, chunki bu limfalar to'g'irlash uchun ichakdan boshlash kerak. Detoks sistema, bakteriyaga qarshi kurashdik, to'g'ri ovqatlandik, to'g'ri uxladik, to'g'ri suv ichdik. Xullas, angina bahona mana bir oyda natijaga erishdik. Juda ham xursand bo'ldim. Shuning uchun kimda tanzrit bo'lsa, e'tibor berishlaring kerak. Sog' bo'linglar.